Qırqıb baxdınlarmı? 10 koyluq lağmanni biz erlər öçürətdirib, hətta öldürüb yeyimiz izləb sorab berib. Biroq 20 koyluq eliqin nekani ayollar öçürətdirib içirib. Ama bu hergizmi ayollarning erlərdən boy bo'lib ketgani emas, balki shu biz erlarning ustida bir mas'uliyat va boqadigan bir oilamiz var. Bizga nisbatan shu lag'manning bazı arzon miqdori bir jamiasiga qarab bo'lsa, qo'saq to'ysil bo'ldi. Shu necha shu qahvalarni ayollarimiz, bolalarimiz ichsalar, xuddi o'zimiz ichgandek huzurlanamiz. Biz rozi shunga. Shundami? Hey, erlar, yigitlar, birodarlar. G'ayrat qilinglar.